Barqarorlik, intizomli bo'lish menga zerikarli tuyulyapti. Har kun bir xil narsani qilishdan zerikib ketsam nima qilay? Hech narsa qilmaysiz. Zerikishdan qutulib bo'lmaydi. Nima masala? To'lov bu, shunaqa to'lov. Tushunasizmi? Mana bitta masalada semiz bo'lish qiyin, katchok bo'lish qiyin. Boy bo'lish qiyin, ancha harakat qilish kerak. Ko'p narsani bilish kerak, kambag'al bo'lish qiyin. Oson emas yashash. Qaysi qiyinchilikni tanlashingizdek gap xolos. По-любому qiyin bo'lasiz. Bu hayot qiyinchiligi. Men sizga aytayapman, tig'ilarsiz, tekis, bemalol o'tib ketsa bo'ladigan qanaqa yo'l yo'q. Unaqa narsa yo'q. Zerikasiz. Ikkita zerikkanman. Mana shu 2019-yilni olsak, 18-19-yillar rekord o'rnatib kelganimdan keyin почти 1,5 yil har kun raqam yodlardim. Zerikkanman. Raqam ko'rgan ko'zim bor. Ko'nglim aynadi raqam ko'rib, tushunasizmi? Shu darajada men raqamdan bezib ketganman. Lekin har kun qilardim, iloji yo'q chunki. O'zi chempionlar bilan oddiy ishtirokchilarning farqi shundaki, chempion eng zerikarli ishi zerikishga e'tiborsizlik bilan bajara oladi va nolimasdan bajara oladi. Bo'ldi, shu boshqa hech qanaqa farqi yo'q. Zerikasiz, qiynalasiz, qilgisi kelmay tashlab ketgisi keladi. Mana shu tuyg'u bilan birgalikda dalish harakatni davom ettira olgan inson oxir-oqibatda natijaga erishadi. Buni qanday to'g'rilasa bo'ladimi? Buni vaqt to'g'rilaydi. Mana shu zerikishga o'rganib qolasiz. Qanchadir vaqt o'tgandan keyin prosta siz uchun oddiy holatda bo'lib qoladi zerikish. Bo'ldi, xuddi ertalab turishga o'xshab, armiyaga borsangiz ertalab 6 da turg'izadi, majburlab, sovug'imi, issig'imi hech kimga farqi yo'q, siz hech kim ishdan o'tirmaydi. Birinchi bir hafta, 1 oy, 2 oy, 3 oy qiynalarsiz, keyin oddiy holat qoladi. Hali ham shu yoqimsiz bo'ladi erta turish, qanaqadir bir, "Voy, zo'r bo'lyapti" demaysiz, lekin o'sha boshidagi emotsiyalarsiz. Turish kerak, shunaqa qilib qoladi. Bu yerda ham shunaqa, zerikarli, dal qilaveraman.